Mana bugun aziz do'stlar va aziz opa-singillarimiz uchun juda ham ajoyib taklif bilan chiqamiz. Ulug'bek Buxoro Navoiy ostanovka orqasida 1400 kvadrat metrlik hovlimiz sotuvga chiqqan. Hovlimiz to'liq pishirgichdan qurilgan va полностью ichkari va tashqari fasad qismlari podrashivka bilan qilingan. Sokollari maramardan chiqazilgan. Katta eshik. Mashinani sal neto qo'ygan ekanlar, hech qisi yo'q. Qani operator ketdik. Kiraverishda juda ham katta darvozaxona. O'ng tomonda bemalol bitta katta oila o'tirsa bo'ladi. Karavotga e'tibor bermaymiz. Karavot обязательно uyni egalari tomon olib chiqib ketiladi. Chunki yodgorlik ekan. Shuni hisobiga karavot olib ketilinadi. Hovlimizga kiraverishda juda ham katta zilon zona. O'rtada basen. Zilon zonamizda ichi полностью fontan bilan jihozlanib, mevali daraxtlar ham ekib qo'yilgan. O'ng tomonda katta naves, chapga burilganda ham yana naves, bemalol 3 ta 4 ta xohlang mashina sig'diring, xohlang bo'ladi. Kiraverishda to'g'rida bitta xona qilib qo'yilgan. Qo'shab qo'yibdilar. Sizlar. Bismillah. Operator keng. Xonamiz gостевой xona bo'lib turib, 4 ta односпальный qo'yilgan. Mebellari qilingan. Endi uyni egalari bu uyni tipa podgostinsa qilib remont qilib qo'yilgan, lekin remontlari juda ham ajoyib. Qani operator ketdik. Chiqishda juda ham bir odamni bahridan ochiladigan darajada hovli yashil zonasi juda ham ko'p. Zelenlar ko'p. O tomonda keyin asosda ko'rsatib o'tamiz. Bismillah deb kiraverishda bu tomonda podval kirishi va tashqaridan garaj eshigi bo'lyapti. Biz uni sal keyinroqqa qoldiramiz. Endi asosiy yashash uyimiz. Uyimizga kirdik. Ancha vaqtdan buyon hali hech kim turgan emas. Xo'sh. Operator bitta zalga e'tibor beramiz. Qanday? Mягкий, stol. Pardalari ham juda ham chiroyli qilib chiqarib qo'yilgan. Lustra. O'zbekchasiga обязательно bu qandil bo'ladi. Zaldan kiraverishda yana bitta kichkina zal. Xo'sh. Включательlari hali uncha joyini topgan emas. Bu yerda yana bitta детский spalni. Xo'sh, buni включатели bu yerda. Endi xohlang детский, xohlang взрослый spalni qilsangiz bo'ladi. Pollariga e'tibor bersangiz agar parket qilingan, laminat yokida linoleum ham to'shalmagan. Gilamlari ham yangi gilam. Xo'sh. Включатель bu tomonda. Boya aytib o'tganimdek, uyni egalari uyni podgostinsa remont qilib qo'yilgan. Chunki bolalari заграницаga ketishgan. Shuni hisobiga sal bu tomon sanuzul operator ko'rsatib o'tamiz. Sanuzul, unitaz, tahorat oladigan moyka, dushovay kabina, hammasi bor. Ariston tepada. Xo'sh, buni ham sveti bor. Buni ham svetini yoqsa kerak. Har bitta xonamizga o'zini xolodilniklari, o'zini televizorlari, divanlari, shkaflari hammasi bor. Xo'sh, buni включатели mana bu yoqda edi. Marhamat. Konditsioner. Har bitta xonaga konditsioner обязательно bor.
Konditsionersiz xonamizda o'zi yo'q. Ketdik operator. Bu yoq tomondan ham chiqsa bo'ladi va bu yoq tomondan ham darvozaxonaga chiqsa bo'ladi operator. Bitta ko'rsatib o'taylik. Darvozaxona. Svetlarni o'chiraylik. Ketdik. Tashqari ko'cha tomon oynalari yuvilmagan, e'tibor bermaymiz. Televizor, konditsioner har bitta xonaga o'sha ketdik operator. Bu tomondan tushib ketamiz. Uyimizga ikki tomondan ham chiqsa bo'ladi. O tomondan ham, bu tomondan ham. Bemalol. Bu yerda bitta katta hol bo'lyapti. Katta holdan kiraverishda ikki tomondan ikkita eshik. Kuchatil bitta qilayotgan ishlaringiz, lampochkalarni hammasini boshqatdan almashtirasizlar. Operator bitta ko'rsatib o'taylik. Xo'sh. Bu xonamizda ham shkaf, konditsioner, xolodilnik, televizor va 4 ta односпальный. Bu yerdan ham eshik bor. O tomon ko'cha tomonda deraza bor. Xo'sh. Kattagina shkaf. Bu tomon ham xuddi shunday. Bu yerda ham konditsioner, televizor, shkaf va spalnilar. Xo'sh. Xolodilnik juda ham katta. Uyimizda sanab chiqsak agar gideta 8 tadan sal ziyodroq xolodilnik, televizor 10 tadan ziyodroq. Hech qanaqa xarajatli joyi yo'q. Bir ikkita endi melash narsalarni hisobga olmasak, kiraverishda o'ng qo'lda zimniya kuxnya bo'lyapti. Bu yerda sanuzol включатель tashqarida ekan. Oy. Конечно, buni включателini topolmadim. Bu yer zimniy kuxnya. Bu yer yana bitta spalnyamiz bo'lyapti. Bu tomondan ham eshik bor. Mabodo spalnyani ko'chirib, bu yerga chista gostivoy zona qilsangiz ham bo'ladi. Oshxonadan to'g'ri kirib kelasizlar. Xo'sh. Qani operator. Hovlimizda eng menga yoqqan tomoni bu zelyoniy zonasi bo'ldi. Zelyoniy zona juda ham ajoyib. Bu yerda ham yana bitta sanuzol. Orqa tomon unitaz. Uyimizda yurak qismi ham shu yerda. Stabilizator, двухконтурный котел, gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Xo'sh. Eng qizig'i maza qilgan tomoni yana bitta sanuzol. Sanuzol deganim sababi bilasizlar, sanuzolda dush ham bo'lishi kerak. Dush mana. Dush.
Bu letniy basseynga cho'milayotgan payt shippa kirib, dush qilib chiqib ketasizlar. Orqa tomonda o'zini kichkinagina bog'chasi bor. U yerga chiqib o'tirmaymiz. Xo'sh. Tugab bitmagan hali mangalli zona. Suv kelgan. 1, 2, 3 ta tochka tushgan. Ariston, shashlichni hammasi bor. Moyka ham o'sha suvga ulangan. Fontanni yoqsalar juda ham salqin bo'lar ekan. Hozir yoqolmaganimiz sababi basseynda suv yo'q ekan. Basseynga qo'yilib, basseyndan keyin hamma joyga tarqalar ekan. Xonamiz kimga kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Yana adresini aytib o'taman. Ulug'bek, Buxoro Navoiy avtonovkani orqasida. Hovlimiz 14 sotixga. Полностью maydoni 14 sotix bo'lib, полностью pishig'ishdan va fasad qismlari полностью pishiq g'isht подрashivka bilan remont qilingan. Endi yana eng qiziqarli tomonini ko'rsatib o'tamiz. Operator keling. Uy o'z tarixiga ega. Uyimiz o'zining tarixiga ega bo'lib, uy egalarimiz hammasini suratga muhrlab qo'yilgan. Mana qurilishni boshlashdan avval shu yer holatidagi полностью pishig'ish, qanday qilingan betonlari, ekskavator, qancha odam o'zini tarixiga ega полностью. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.